Sergelida yashovchilar rostdan ham shunaqami? Anormini, Aziz akani maqtaganlarini ko'rib, Zafran restoraniga men ham kelgim keldi. Ko'rinishlari prям estetichniy, joylari juda ham akkuratniy, toza. Menyuligi mana bunaqangi planshet ko'rinishida berilar ekan. Xohlagan narsangizni tanlab, zakaz qilib olsangiz 15, uzog'i 20 minutda kelar ekan. Biza shu kutish vaqti oralig'ida bolalarni plashatkaga o'ynagani qo'yib yubordik. Bolalarni zo'rg'a chaqirib oldim ovqatga, chunki juda ham o'yinchog'i ko'p ekan. Birinchisiga bodring pomidorli svejiy salat etdik. Shunaqa mazasi zo'r ekan. Oddiy bo'lsa ham sochniy. Issiq kun bo'lganiga muzdekkina maxitolar ham zakaz qilganmiz. Svejiy maxitolar bilan xrustyashi kifsi вообще zo'r ketdi. Ayni shu kifsisiga 100 ball qo'yaman. Nimaga desangiz, juda ham sochniy, xuddi baliqqa o'xshaydi. Oshqozonga Uncle Ben's qilib xrustyashi baqlajon ham etib yubordik. Shunaqa zo'r ekan. Ayniqsa yonida propitkasi bilan yesangiz, mayin qisir-qisir ketdi. Bu joy Buxorochi kafe bo'lgani uchun g'ijduvoncha shashliklari bor ekan. Ham jaz, ham qiyma yeb ko'rdim. Juda ham sochniy, svejiy go'shtdan qilingani shundoq bilinib turibdi. Mana o'sha hamma kutgan vaguri ham keldi. Men to'g'risini aytaman, vagurini yokida men bilmayman. Yokida vaguri ozgina shunaqa usti qattiqroq bo'ladigan ovqat. Men uchun ozgina usti qattiqlik qildi. Kartoshkasini lekin boplashibdi. Ustiga chesnoklar, ko'katlar bilan juda ham sochniy qilishgan. Desertsiz bo'lmaydi-ku. San Sebastian вообще mayin, og'izda eriydigan. Bu juda ham menga yoqdi. Ulardan tog'oraga zakazga somsa olsanglar ham bo'lar ekan. Biz odamlarga uyga saboyga ham narsalar oldik. Shunda shot nech pul bo'ldi deb o'ylaysizlar? Oxirida 971 ming keldi. Bu kammi, ko'pmi? Kommentariyada fikringizni kutaman.